Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilda qanday mahsulotdan uy qurgan ma'qul hamda hamyonbop bo'ladi? Biz sizlarga bugun 4 xil mahsulotni narxlarini qisqacha hisob-kitob qilib beramiz. Ya'ni bu yerda xom g'isht, pishgan g'isht, gazoblok hamda pena blok mahsulotlari bor. Endi hisob-kitobimiz 3 ga 4 razmerdagi 2 xonali uyimizda bo'ladi. Aytaylik, birinchi xom g'ishtdan boshlasak, bitta xonamizga o'rtacha plus minusida 6000 ta xom g'isht ketar ekan. Ikkita xonamizga esa 12 mingta xom g'isht ketadi akalar. Narxlar esa 600 so'mdan hisoblagan taqdirimizda, hop, 7 million 200 ming so'mga aylanyapti g'ishtni o'zini narxi. Ustalarimiz o'rtacha 500 so'mdan urgan taqdirida usta haqqi 5 million 400 ming so'mga aylanar ekan buni. Mana umumiy summasi esa 12 million 600 ming so'm bo'lyapti usta haqqi hamda xom g'ishtning narxi. Yana qo'shimcha plus minusi, ustani oziq-ovqatlariga ketadigan rasxodlarini o'zingizlar qisqacha hisob-kitob qilib olsangiz bo'ladi. Pishgan g'ishtga keladigan bo'lsak, bundan ham 12 mingta g'isht ketadi. Narxini 1000 so'mdan hisoblagan taqdirimizda 12 million so'm bo'lar ekan. Ustalarimiz bu pishgan g'ishtni 800 so'mdan urgan taqdirida, hop, usta haqqi 9 million 600 ming so'mga borib taqalyapti. Umumiy summa esa 21 million 600 ming so'm bo'lyapti. Faqat g'isht hamda usta haqqini narxi. Endi gazoblokdan quradigan bo'lsak, xo'p, gazoblokdan 2 xona uyimizga 490 ta gazoblok ketar ekan. Bunda ham eshik, deraza plus minusini chiqarib olasizlar. 490 ta gazoblogimiz donasi 16 mingdan bo'lgan taqdirida 7 million 840 ming so'mga aylanyapti. Ustalarimiz donasini hozirgi kunda 4 ming so'mdan urishar ekan. Xo'p, usta haqqi esa 1 million 960 ming so'mga aylanyapti. Buni rastvor yordamida urilmaydi, penakiley yordamida ursa ham bo'ladi. O'rtacha 10 qop penakiley hisoblasak 15 ming so'mdan 150 ming so'm qo'shiladi. Umumiy ketadigan summasi esa 9 million 950 ming so'm bo'lyapti. Ikki xonamizni gazoblokdan ko'taradigan bo'lsak. Ana endi pena blokdan ko'taradigan bo'lsak, bundan ham plus minusida 490 ta pena blokda hisoblaydigan bo'lsak, donasi hozirgi kunda 9 ming so'mdan chiqadi. Umumiy summasi esa 4 million 410 ming so'mga aylanadi. Ya'ni pena blok g'ishini narxi. Ustalar donasini 3,5 ming so'mdan urgan taqdirda usta haqqini o'zi 1 million 715 ming so'mga aylanadi. Endi buni ham penakiley yordamida uriladi. Plus minus 10 qop penakiley oladigan bo'lsak, 15 ming so'mdan 150 ming so'mlik penakiley ketadi. Umumiy summasi esa bu yerda 6 million 275 ming so'mga penakileyi, g'isht hamda ustani narxi kelib chiqadi akalar. Endi bu yerda aytib o'tganimizdek, ustani abeti, mayda-chuyda rasxodlarni o'zingizlar plus minus qilib, o'rtacha hisobinglarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Sizlarning fikringlar biz uchun muhim. Qaysi mahsulotdan uy qurgan ma'qul, qaysi biri pishiq bo'ladi, qaysi biri arzonroq bo'ladi? Albatta fikringlarni kommentda kutib qolamiz. Hozirgi kunda ko'ryapmiz, katta-katta bino, domlarda gazoblok hamda pena blok yordamida qurilyapti. O'z-o'zidan bunga talab, ehtiyoj kuchayapti akalar. Agar siz ham xuddi shunday gazoblok yoki pena blok ishlab chiqarishga qiziqadigan bo'lsanglar, biz sizlarga hozir bularning apparatlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Qanunda boshladik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, seximizga xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun mana 2025-yilda nima biznes qilsam bo'larkan deb yurgan aka-ukalarimizga qo'limizdan kelgancha apparatlar tayyorlab O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa bir qator video obzorni qilib o'tamiz. Kanalda mehmon bo'lsanglar, bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib, bittadan kommentariy yozib chiqib ketsanglar, xudo xolasa minnatdor bo'lgan bo'larsiz sizlardan ham. Hozir mana akamiz bir qator tanishtirib o'tib ketdi g'ishtamiz bilan. Endi bu pena blogimiz bilan ozgina mana qisqacha bir og'zaki gap aytib o'tib ketaman. Pena blogimizdan ursa yaxshi tomoni shuvoqdan yutadi, shika turgadan. Xumshuvoq qilmaydi buni. Pishgan g'isht, log' g'ishtga nisbatan ancha foydasi ham yaxshiroq, issiq sovuqda ushlashda tarkibi. Ko'pchilik aytadi, erib ketadi, uqalanib ketadi, suvga bo'lmaydi, namga chidamaydi deydi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Mana 3 kun, 4 kundan beri to'xtamay jala kuyib turibdi. Namangan viloyati Chorlon tumanida tashqarida yotibdi mana mashg'ulotlarimiz. Shuvoqdan yutadi, bir shuvoqni o'rniga birdan rodma shuvoqda qilib ketsa bo'laveradi. Ustidan malyarkasi urilaveradi. Gazoblogimiz ustiga kafilnikli tortiladi. Fasadga ham, xonalar ichiga ham, ustidan yana malyarka qilib ketaveradi. Pishgan g'ishtimizga shuvoq, xom g'ishtimizga ham shuvoq обязательно bo'lishi kerak. Shuvoq bo'lmasa bu bo'lmaydi. Keyin yaxshi plus tomoni
Qonimiz pishganishga nisbatan bir hafta 10 kunlab usta boqmaysizlar. 2 xona, 3 xona uyda 3 kun, uzoq 4 kunda gazobloydan ham, penobloydan ham urib bitirib chiqib ketishadi. Yaxshi tomonlari shu. Shuning uchun hozir buni apparati ham, texnologiyasi ham O'zbekistonda juda katta rivojlanib ketyapti hozir. Qonimiz pishganishga nisbatan уже ancha oldingi ilgarilar chiqib oldi. Уже gazobloyimizga yetay deb qoldi hozir penobloyimizga. Sifat tomonlama ham, har tomonlama ham. Shilaka bloylarni ham hozir misoldan ko'pchilik molxonaga, yo zaborga, hojatxona shunaqa joylarga, do'konlarga ishlatilyapti hozir. Asosiy joylarga bulardan foydalanadi. Asosiy joylarga, dom kattej, hovli joy, uylarga penobloy yoki gazobloydan foydalanyapti. Hozir aka, xudo xolasa sizga shunaqa bloylar ishlab chiqaradigan uskunalarni bir qator tanishtirib o'tamiz aka. Xo'p, aka, bo'lmasa birinchi mana gazobloy uskunamizdan bir qator tanishtirib o'tib ketaveramiz aka. Xudo xolasa gazobloy ishlab chiqaradigan uskunamizda bir dona yarim kubali mishalkamiz bo'ladi aka. Tepalari mana qozonni tepalari to'rlilikdan tayyorlangan ekan. Xudo xolasa motor qo'ygandan keyin egilib yo valnapalni beradigan narsa kuzatilmaydi bunda. Rastovur tushadigan turbalari ham aka 80lik yo 90lik turba qo'yilmagan. 119, 120 turbadan ichidan teshib chiqilgan. Buni sababi rastovur tezroq qolib ketsa, reaksiyaga tezroq kirishib ketadi. Buning ichiga hali ko'p qolib ketsa, ko'p yerda hali orasi bo'sh bo'ladi, dumaloq teshikcha paydo bo'lib qoladi deydi. 76lik yoki 80lik turbani tiqib qo'yishadi, rastovur juda sekin tushirishadi. O'sha hisobiga ham kelib chiqishi mumkin shunaqa narsalar. Bu bir dona yarim kubalik mishalkamiz bo'ladi aka. Bir komplektimiz ichida. Bitta tentimiz bo'ladi aka. 110 litr suv isitib beradi. Mana suv datchik grasini ko'rsatadigan darajada hamma yoqni qilib qo'yilgan. Ko'rsatib turgan darajada. Xo'p, bitta suv motorimiz bo'ladi aka bunda. Pastdagi yo'ngchdagi suvimizni 1 tonnalik suv idish bo'ladi pastda. 1 tonnalik suv idishdan tepaga tentga suv tortib beradigan bitta suv motorimiz bo'ladi aka. Korobka holatda boradi u ham. Montajdan chiroyli qilib beramiz aka. O bitta komplektimizni bitta universal reskamiz bo'ladi aka. Buni shablon deyiladi mana. 10 sm, keyingisi 20 aka. Ikkinchi sig'dan kelsa 20, 30, 60 razmer chiqadi. Zakazga 10 ga 30, 60 razmerlarni ham kesib chiqarishadi. Xonani o'rtasini bo'lgani pergorotka hisobiga aka bu. Bu shablon reskamiz aka. Bunimiz aka shablon arra deyiladi. Shuni orasiga tashab, chokiga tashab, g'isht razmeriga olib kesib chiqadi. Bu rushdoy liniyamiz aka. Bitta komplektimizda yarim kubalik qolipimizda 2 dona bo'ladi aka. Ikkita qolipimiz bo'ladi. 12 tadan 24 ta chiqadi aka. Profili qalinligiga bakovga ishlatilayotgan turgan profillar 1.7 aka. 5 ga 3 profil ishlatilyapti aka. 4 ga 2.5 emas, 5 ga 3 profil ishlatilyapti mana. Xudo xolasa listlari magnet toza rossiyskiy listdagi bir yerdan hali oqib netib chiqib ketadigan joylari yo'q aka. Qoliplarimiz taglarini hali nimada albastrda yanab yurish shart emas aka. Lazerda staronda kesilgan ekan listlarimiz, xudo xolasa. Bitta komplektimizda shunaqa qoliplarimizda ikkita bo'ladi. 1 kuba deb aytiladi, 0.43 forma chiqadi aka bu. Shu ko'rinishi hozir mana bir komplekt. Buni aka hozir vodiyning ichiga, vodiy bo'ylab mana bu yoq Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Pop tumanlariga aka. Shu tumanlarga 1,5 ming dollardan dastavkasi, ustanovkasi ichida qilib chiqarib beryapmiz aka. Dastavka ustanovka ichida qilib chiqarib beryapmiz. Qolgan joylarga kelishlar narxlarda endi eng uzoq maksimallarga Xorazmgacha oladigan bo'lsak, Xorazm bu yoq Surxondaryo, Nukus tomonlarga 1700 dollargacha joyiga qarab yetib boradi aka. Toshkentga misol 1600 dollarga boradi aka. Jizzax, Guliston shu tomonlarga. Ag'iga endi uzoqlashgan sari yo'l kirasi jichicha qo'shilib ketaveradi Vohod tomonga ham. Dastavkamiz aka O'zbekiston 12 ta viloyatiga bor. Olib borib o'rnatib, kuyishlar o'rgatib, xudo xolasa, polnash yurgizib bergangacha ash narx ichida bo'ladi, kelishilgan narxdagi. Xo'p, qo'shni davlatlarga aka, endi gapingizni bo'lib qoldim. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga neytralka zonagacha shunday olib kirib beramiz aka. Kelishsak, sirasi olib o'tib, o'sha yerda u tomondan ham o'rgatib qo'yamiz. Xolasi kelishadigan bo'lsa, shu yerda seximizda ham o'rgatib qo'yamiz aka. Kuyishlarni. Eng qiziq joyi, misol bu biznesni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, qancha daromad qilsa bo'ladi? Xo'p, aka endi u o'ziga bog'liq. Agar hozir bitta komplektga 2 dona qolip kamlik qiladi aka. Sharoitdan kelib chiqqan holatda 5 ta yo 6 ta qolip qo'shib olishadigan bo'lsa, misol, qo'shib olib kimdir hozir 20 ta qolip bilan qo'yishyapti aka, 10 ta qolip bilan, 5 ta qolip bilan olib ashib birdan komplekt olganda qo'yib ishlatishyapti aka. O'rtachaga kuniga 2 dona qolipni o'zida aka
bitta odam o'zi bemalol kuyaveradi aka. Mhm. Bundan qiynaladigan joyi shu. Ressiyani qo'yganda, razmer olgandacha qiyinchilik bo'lib qoladi xolos. Shunga bir dona sherik bo'lishi kerak. 2 kishi bo'lsa, svobodniyaga kuniga 2 оборотda aylantirishaveradi ikkita qolipda. Mhm. Hozirgi kunda bu degani 12 tadan 24 ta bo'lsa, 48 ta g'ish aka. Bir dona g'ishimiz hozir aka, bitta qolipimizga ketadigan rasxod 95 ming, 100 mingga borib qolyapti aka. 100 mingga borgan taqdirimizni ham uni ichida oziq-ovqati, bolalari, mehnati, ishlagan haqqiga, abeti, to'ki, boshqasi suv aka. Endi bu gazoboloyimiz issiq suvda ishlaydi aka. Uni ko'pchilik biladi. Shu rasxodlar bilan bitta qolipimizga hozir 95 ming, 100 ming atrofida ketyapti. Gazoboloyimiz bir donasi qolipdan chiqqani shu taxlab qo'yilgan narxi joyida 16 ming so'm sotilyapti aka. Bu degani o'sha bitta qolipda o'zi 60 ming so'm foyda aka. Mhm. Bir kunda 60 ming bo'lsa 240 ming so'm 2 dona qolipni o'zidan foyda qilsa bo'ladi. 2 dona qolipdan 240 ming so'm kuniga. Bu qanday bo'ladi? Misoldan ertalab keladigan bo'lsa, ishga boshlaydigan bo'lsa aka ertalab 2 dona qolipga kuyish uchun aka yarim soat vaqt ketadi xolos. Yarim soat kuyib to'ldirib qo'yadi. Bu qolipimizdagi penavloga nisbatan ko'proq qoladi. Penavlo misol har 15 minut, 20 minut, yarim soatda chiqadigan bo'lsa qolipda. Bunikimiz aka bu qolipdan hozirgi havoda 5 soat, 6 soatda chiqyapti aka. Erta yozgi kuniga o'tib 3 soat, 4 soatdagi chiqarib yuborsa bo'laveradi aka. Shuni hisobiga 2 оборот ertalab turib kuysa, abitdan keyin kechroq yana kechpayt 1 оборот kuyib, ertalab xotirjam yechib olsa bo'laveradi aka. Bir kunda 2 оборот aylantirsa bo'ladi. Shunga buni qolib endi imkon darajasi ko'paytirib yetishadigan bo'lsa, ob'yom ham shunga qarab ko'payaveradi. Bir kundagi 2 dona bola qolipiga yetarli darajada bo'lsa, 240 ta 250 tagacha g'ish kuyib bemalol chiqarib bera oladi klientga kuniga. Tushunarli. Bir hisobda aytganda dangasalarda ishi desak ham bo'lar ekan. Ha, dangasalar ishi desak ham 4 bo'lar soat ekan. tutadigan bo'lsa, xotirjam ishini qilsa bo'lar ekan. Endi misol uy sharoitida qiladigan bo'lsa ham, bu joyda ishlasa, boshqa qilsaga qo'shimcha daromad deb qo'shib oladigan bo'lsa, ertalab kuyib, ishiga ketib, aylanib, orada kelib turib, shuni kesib, qolipdan chiqarib, yana to'ldirib ketib, kechpayt yana qolipda yechib olsa bo'laveradi aka. Hali faqat buni tepasida qachon isharkan, qachon bo'larkan deb buni qarab o'tilib endi o'sha oradan 5 soat, 6 soat vaqt o'tgandan keyin kelib o'zi sras tepasini ruchnoy arrada olib tashlab turib, bortlarni yechib olib, razmeriga olib kesib ketaveradi aka buni. Tushunarli. Hozir aka bunimiz 8 ta qolipi bilan o'zimizni mana vodiy ichiga Namangan viloyati Norinkabar tumaniga xudo xolasa ertaga chiqadi aka bu qoliplarimiz. Ularni ham kirasiga qilib chiroyli. Mana 8 ta qolip hammasi shu bitta akaga ketyapti. Kelib o'zlari ko'rib edi, seximizga kelib zaklatdan berib ketishgan. Undan tashqari yana hozir bitta 3 talik qolipimiz, bitta 2 talik qolipimiz, 2 komplet Surxondaryoda o'ziga dastavka bor. Bu keyingi haftaga chiqadi xudo xolasa. Gazoboloyimiz o'ziga. Buni aka hozir ruchnoy liniyasini, ruchnoy pol avtomat relani aytib o'tdik aka. Xo'p, avtomat reskiyalar, qoliplar relsda yuradigan qilib, misol sal hali ishchi kuchini kamaytirib, ob'yomni ko'paytiradigan bo'lishadigan bo'lsa aka, 10 ta qolipi bilan komplet reska, peska, ruchnoy liniya qilib qurib beramiz aka, qoliplarni relsda yuradigan qilib, 7,5 ming dollargacha qilib beryapmiz aka buni. Vodiy ichiga qolgan joylarga dastavkasini kelishilgan holatda ularni ham boshqa viloyatlarga ham yetkazib beramiz xudo xolasa. 12 ta viloyatga dastavka ustanovkasi bor. Kelishilgan narxda vodiy ichiga pol avtomat liniya qoliplar relsda yuradi. Reskada kesadigan holatda ash holatgacha olib kelib yurgizdirib beramiz aka seni. 7,5 ming dollargacha qilib beramiz shu narsani. 10 ta qolipi bilan chiqadi aka bu bir komplet. Yaxshi. Akalar, mana hozir zamonaviy biznes desak bo'laveradi. Xudo xolasa sizlar ham biznesinglarni yo'lga qo'yib olsanglar bo'ladi. Bu yerda endi qanaqa qoliplar bor? Bu yerda aka penavlo uskunalarimiz bor. Bu penavlo uskunalarni endi bir qator tanishtirib o'tsak, hozir trendga chiqib turgan yevro qoliplarimizdan aka endi bu. Ko'rib turgan bo'lsangiz mana har 20 santimetrga choykaga tikkasiga profil to'qib chiqilyapti aka. Taylariga shardar qo'yilyapti. Yo'llari mana rezvali qilib berilyapti aka. Taylariga rezinkalari bor, o'zi maxsus yopishtirib berilyapti. Hali plastik qolipga o'xshab tagini qumda bekitib ishlanmaydi aka bunda. Rastovor uchun yoqormaydi, bu qolip tashda oqmaydi desak ham bo'ladi. Xo'p, penavlo uskunamizdagi bir kompletimizda 3 ta yevro qolipimiz, bitta 2 talik bo'chgan 40 tayyorlangan aka. Rastovor bo'chkanimiz bo'ladi. Bitta mikserimiz bo'ladi aka, ishonchli firmalarga aka bu ham. Bu yoqda mana penegeneratorimiz turibdi aka. Bitta penegeneratorimiz, kompressorimiz ham 50 talik, katta porsiyon aka, 50 talik, katta porsiyon. Havo haydaydigani 2 ta bo'ladi aka bunda. Bitta
Penegeneratorga bittasini fulizatorga qo'yib olsa ham bo'ladi aka. Bir dona dabashni ishlangan qo'shib olishadi bo'ldi. Komplektimizga latoy listda, keyin mana bunaqa burchak kalon listlarni ichiga qo'shib beryapmiz. Bundan tashqari aka hozir 10 kilo geli bilan qilib beryapmiz aka buni. 10 kilo geli bilan bu degani ish boshlagani yetadi aka. O'zini misol ancha bunday hali yo'lini topib ketish uchun yetadi aka mana shu gel. Chunki bundan 1 kilosidan 100 ta tushyapti. 1100 tagacha beryapti aka 10 kilosidan. 1100 tagacha suv yaxshi joylar 116 tagacha chiqyapti 1 kilosidan. Suv sho'r bo'lmasa, zak suv bo'lmaydigan bo'lsa 100 ta sibog'otni beraveradi aka. Bir kampli ustunamiz aka. Buni joyidagi hozir adresimizni aytib o'tib ketadigan bo'lsak, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida turibmiz. Qo'g'ay qishlog'ida. Shu ko'rinib turgan kampli joyidagi narxi 8 dollardan aka. Shu yerdan kelib olib ketishadigan bo'lsa, kimdir misol Damazi yoki Labosi bordir, kimdir porteri bor, boshqasi bor, texnikasi borlar bo'lsa, mana shu yerdan 8 dollarga beramiz. 100% o'rgatib, hamma yo'qni ishlatib beramiz akalarga. Vodiy ichiga dastavka uстановkasi bilan 850 dollardan chiqadi. O'zbekiston 12 ta viloyati, O'zbekiston bo'ylab aka Surxondaryo, bu yoq Xorazm, Nukus, Samarqand, Toshkent tomonlarga aka 900 dollardan yetib boradi aka. Uyigacha olib borib, onni atib ishga tushirib beringchi 900 dollardan yetib boradi. Texnikasi bo'lsa kelsa, mana shu yerda o'rgatamiz. 8 dollardan berib olib ketishaveradi aka. Bu komplektimiz ham xuddi shu holat aka. Bu ham yevro holatda. Bu yoqda abishdagi qoliplarimiz bor aka. Bu birinchi avlod. U boshida chiqqandan xuddi mana shu qoliplarda chiqqan. Ko'rib turgan bo'lsa, mana ko'ndalariga ikki qator profil tortilgan holat. Taglari ham listda o'zi bo'ladi. Taglarda poddom yo'q, profil to'qilmagan aka. Oralariga mana chaspaydan foydalanilgan. Bu ham 20, 30, 60 razmer aka. Lazer nistonida kesilgan ekan bu listlari ham hamma yo'g'i. 20, 30, 60 ekan bular razmeri. Bu komplektimiz ham aka mana shu joydagi narxi aka 700 dollardan qilib beryapmiz. Kelib mana shu yerdan olib ketishadigan bo'lsa, prostoy qoliplarimiz komplekti, bu ham penegenerator, latoy, tugma, kolonna, mintaqcha yetadigan gel, 3 ta qolip, rastvor bo'chka, kompressor, mikser, fulizator, hamma narsasi to'liq holatda bo'ladi aka. Shu turishi aka mana shu joyida 700 dollardan beryapmiz. 750 dollardan vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. 8 dollardan O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston 12 ta viloyatiga chiqaveradi aka. Yaxshi. Endi realni necha pul topsa bo'ladi bunda? Misol bir komplektda. Xo'p aka, bir komplektda aka hozirgi kunda aka 2 dona bola bir kunda xotirjam 2 ta qish kuyshyapti. Endi hozir yozgi kuniga nisbatan ancha hozir nima desam bo'ladi? Bu yog'i mana sal yomg'ir yoqqancha sovuqligi ham bor aka. Kunlar ham sekin-sekin uzayib boryapti aka. Hozirgi havoda aka ikkisidan kuyshyapti. Erta yozgi kuniga o'tgandan 250 ta 270 tagacha kuyveradi. Bir dona penablogimiz aka hozir 20, 30, 60 razmerda esa bir dona penablogimiz. Xo'p, ishchi kuchi, oziq ovqati, suvi, to'ki, gipsi, semeni hamma rasxodlari bilan aka 7000 so'mga tayyor bo'lyapti aka hozirgi kunda. Bizda mana Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida, boshqa misol viloyatlarda Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Nukus tomonlarda ham ularda mahsulot har xil yetib boradi aka. Misol bizga zavod yaqin 180 kilometr. Ana shu oralig'ida mana 420 so'm, 430 so'm atrofida yetib kelyapti hozir bizga 1 kilo gips. 12 kilo gipsimizdan bitta 20, 30, 60 razmer yetadigan rasvor tayyorlanadi aka. 7000 so'm tayyor bo'lyapti. Hozir bizda sotilishi 9000 so'm sotilyapti aka. Joyida o'zi yuklab ketadi. Uni misol biz ishchilarimiz yuklab bermaydi. Yaqin o'rta bo'lsa, 2000 tadan ko'proq oladigan joylar bo'lsa aka 9700 gacha dastavka qilib berilyapti hozir o'zimiz mana shu adresimizda. Penablok eng qimmat sotilayotgan joylar hozir aka Xorazm, Qashqadaryo 12,5 13 minggacha sotilyapti aka. O'zi bizda endi nima desa raqobat ko'p aka bizda. Misol har 2 kilometrda sex bor. Mana shu yerda o'zidan borib kelasiz aka. Qolgan joylarda sex kam joylarda aka misol 4000, 4,5 mingdan ham foyda qo'yib sotishib turgan joylar ham bor aka. Voha tomonlarda. Demak, bo'lmadi deganda mana shu yerda sharoitida 2000 so'mdan foyda bor har bittasi. 2000. Endi uni ham odam ishlasa, unda ham. agar o'zi ishlasa-chi? O'zi ishlaydigan bo'lsa, bitta odam aka hozir 2000 so'mdan kuyyapti. O'zi ishlaydigan bo'lsa, ustiga beradigan 2000 ga o'ziga qoladi. Bir dona ishdan 4000 so'm foyda qoladi aka. 4000 so'mdan qolaveradi. Demak, oilaviy qiladigan bo'lsa, har bittasidan aka-ukalar bo'lsa, misol hali chet-petga chiqishda anaqasi yo'q aka. Xotirjam olib, cho'chimasdan qilsa bo'ladi. Misol boshqani chiqarib qo'ysa ham achib qolib, yo'q hali sasib ketadigan narsa emas aka bu narsa. To'g'ri. Turgan sari o'zi ko'p quruq ish bo'lsa aka, misol hozir biz
nam g'isht 9 ming sotyapmiz. Ko'p quruq g'isht bo'lsa aka 10 ming, 11 mingdan kami yo'q hozir. Mana biz o'zimizda ham. Yaxshi. Xo'p, endi buni misol zakaz beradigan bo'lsa, qanchada tayyorlab olib borib berasizlar? Xo'p, zakaz aka vodiy ichiga xudo xolasa tayyor apparatlar bo'lsa, bir kunda usturovka qilib beramiz aka. Bir kun ichida o'rnatib beramiz. Voha tomonlarga endi yo'lni hisobiga o'rtacha 1000 kilometr hisobini oladigan bo'lsa aka, biz oddiy Samarqandimizdan 600 kilometr chiqadi Samarqand shahargacha. 550-600 kilometr chiqadi. Bir kun, 1,5 kun aka o'rtacha. 2 kun uzoq hisobiga 1000 kilometr atrofida bo'lsa, misol Xorazmdan zakaz tushadi yo Qashqadaryo yo Surxondaryodan o'rtacha 800 ming kilometr aka. 1,5-2 kun oralig'iga. Voha tomonlarga kechi bilan. Olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy ichiga ataga bir kun ichida yetkazib berishga imkoniyatimiz bor aka, xudo xolasa. Yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, mana bu yerda tayyor quyilganlari bor ekan. Bu qanaqa endi bu? Bu aka bu ham 20, 30, 60 razmer chiqadi. Bu bir-biriga cho'k bo'lsa ham. Buni aka kecha apparati Samarqand katta Samarqand Urgut tumaniga olib borib o'rnatib keldi. 3 ta olib komplet. Ko'rib turibsiz aka, o'rtasi teshil, yuzini turib teshilgan tak qismi ham cho'k bo'lsa ekan buni. Oldi tomoni ham mana cho'k bo'lsa buniki. Buni bez rastvor teriladi aka buni. Maktab bolalar ham terib ketaveradi. Buni qoliplarni yo buni apparatini komplet so'ragan akalarimiz ham qilib beramiz aka bunikini ham, xudo xolasa zakazga qarab. Bu ham hozir bez rastvor teriladi, o'sha oralariga cheres burchak uglda chiqib ketadigan bo'lsa, beton quyiladi. Keyingisi kuymasdan, keyingisi yana kuyib ketaveradi. Bitta cheres tashab. Ona uylaricha sinch uyga o'xshab Mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'lib chiqib ketaveradi aka. Yaxshi. Bu-chi bu? Bunimiz aka endi bu apparatimizdan chiqadigan narsa, ko'rsatib o'tganimizdek, lato listidan chiqadigan g'ishimiz ekan. Ichi kavay bo'ladi. Ichi kavay bo'ladi. 18 ga 20 chiqadi aka yoqasi. 18 ga 20 chiqadi. Aplab ketirish shart emas ekan. Aplab ketirish shart emas ekan. Burchaklariga 20 ga 20 teshik bo'ladi burchak kolonnada. Mana bunaqa karkaz to'qib turib beton kuyib ketaveradi ekan. Buni просто haligi paket hisobida qilib qo'yilgan ekan buni. Ustalarga qulay. Shu apparatimizdan chiqadigan narsa shu. Uyimiz ham aka qanday desam bo'ladi, karobka holatda bitib chiqib ketaveradi. Arendaga apparatga olib kel, naqa olib kel, qoq uni. Bunaqa gap so'z bo'lmaydi, xudo xolasa. Birdanasi ustalarimizga ham olsa, uyda egasiga ham, ancha cho'ntagiga ham har tomonlama foydaga. Yaxshi. Yana nima ma'lumot qoldi endi? Aytilmaydi. Endi aka parashoylarimiz bor aka. Parashoylarimizni ham aka O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham beryapmiz aka. Apparatga qo'shib ham olishyapti aka odamlar, akalarimiz. Bundan 25 kilolik bo'lyapti aka, Xitoy parashoyga u. 250 gramdan hozir 100 ta g'isht chiqyapti. Bas bitta qopdagisi 10 mingta beramolga yetyapti aka. Buning narxi aka 1 million so'm. 1 million so'mdan misol apparat zakasi qo'shib olib ketsa ham bo'ladi. Zakaz berishsa qo'shib borsak ham bo'ladi. O'zini so'ragan akalarimiz o'zini ham dastavka qilib chiqarib beramiz aka. Voha tomonlardan filiallarimiz bor aka. Qashqadaryoda, Buxoroda bor aka. Bemalol shu ekranda raqamlar aloqaga chiqishaveradi. Apparat kerakmi yo parasho, gel kerakmi? Voha tomonlardan 2-3 ta yerdagi filiallar bor aka. Aziz kuzatuvchilar, mana sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tdik. Qanaqadir savol bo'lsa, mana Ilyosbek akamizning nomeri ekranda yozilgan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Quyish bo'yichami yoki penoblok sohasi bo'yichami qanaqadir savol bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa batafsil tanishtirib beradi va uskunalarini O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka qilib berar ekan. Endi sizlarning fikringlar biz uchun muhim. Aytib o'tganimizdek, mana boshida aytdik, qaysi mahsulotdan uy qurgan ma'qul akalar? G'ishtdan qurgan ma'qulmi, pishgan g'ishtdanmi, gazoblokdanmi yoki penoblokdan qurgan ma'qulmi? Endi albatta har tomonini hisob-kitob qilinglar, narxiga ham ahamiyat qaratasizlar degan umiddamiz. Demak, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video oz bo'lsa-da sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib ketishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.